Rahmatulloh. Men Rahmonova Shahnoza, Brilliant va direktor Oriflame 2,5 yildan beri Oriflame'da ishlayman. Oriflame'gacha remont odyejnada ishlaganman. Master bo'lib har oyda oyligim 45 ming rubldan oylik olardim. Oriflame'gacha ham yomon bo'lmagan oyligim. Oriflame'ga kelganim sababi вообще nima? O'zi oddiy ishda ishlayotganimda ham shunaqangi orzu qilardimki, shunaqa ofislarda o'tiradigan ish bo'lsa, yaxshi ish bo'lsa-da, remont odyejada biz qiladigan ishimiz o'zi вообще biz o'zbeklarni, qirg'izlarni Rossiyaga kelib qiladigan ishi qora ishlarda. Hech kim bizni ke direktor bo'l yo boshqa narsa bo'l demaydi-da. To'lqa shu bizni shunaqa obidno bo'lgan tarafi biz o'zbeklar faqat pol ortgani keladi-da, boshqa narsaga kelmaydi Rossiyaga. Rossiyaga kelishdan oldin ham orzu qilardim, shu Rossiyaga borsam, boshqachalik ish menga to'g'ri kelmasin, boshqa ishda ishlaydim. Remont odyejada ishga kirdim, 45 ming rubl oylik olardim. Yomon emas edi. Oriflame'ga kelganim sababi birinchi marta sizlarga o'xshab shkolaga kelganda meni вышестоящий sponsorim Kanbek qiz Akshola, qirg'iz qiz, 100 ming oylik olaman, besplatniy putyovkalari bor, dam olishlari bor degani uchun Oriflame'ga shu kuni ishimdan chiqib ketib, to'liq Oriflame'da ishlayman deganman. Uyga borib xo'jayinimga aytganimda, bu Oriflame bo'lmaydi, ishlamaysan, uyda o'tirasan, seni kim ishla deyapti. O'zi вообще bizda shunaqa-ku erkaklar, bir narsa desanglar, uyda o'tir. Bo'ldi, uyda o'tir, ishlamaysan, uyda o'tir. Ha bo'pti, achchig'i kelgan paytda ha bo'pti, uyda o'tiraman, keyin yana dalish ketardim. Chunki juda yaxshi bilaman-da, masalan, bizni oilamizga kelayotgan qiyinchilik bitta erimni boshiga kelmaydi-da, menga keladi, bolamga keladi, to'g'rimi? Hammamiz teng qiynalamiz. Men baribir yordam berishim kerak-da, nimadir qilib. Oriflame'da ishlab boshladim. Oriflame'da ishlaganimda har doim aytadi sponsorlarimiz, tanishlaringlarni olib kelinglar. Menda umuman tanishim yo'q edi. Bitta o'rtog'im bor edi. Katalog tarqatib ishlasangiz bo'ladi dedi. Shu kundan boshlab har kuni katalog tarqatishni boshladim. Oriflame'gacha meni xarakterim shunaqa bo'lganki, shu birov bilan gaplasha olmasdim-da, borib gaplashib ketadigan odam bo'lmaganman-da, shu o'zimni tortarardim, birov bilan gaplasha olmasdim. Shuning uchun faqat bitta o'rtog'im bo'lganda, meni xarakterim agar yaxshi bo'lganda, o'rtoqlarim bor deb gapirgan bo'lardim. Oriflame'ga kelgandan keyin xarakterimni o'zgartirdim. Xarakterim qiynalib o'zgartirmadim, вообще mazza qilib o'zgartirdim-da. Hozirgi kunda meni komandamda Allohga shukr, mingdan ortiq odamlar, hammasi Shahnozaxon, hammasi xarakteringiz yaxshi deydi. Allohga beadad shukr, shunaqa ishga kelib, har taraflama o'zgarganimizga-da. Katalog tarqatib yurib ishladim, odamlarga shunaqa kunlar bo'lardiki, odamlar shunaqa yomon nazar bilan qaraydi-da. Katalog bersangiz, xuddi shunaqa qaraydiki, boshingizdan oyoqqacha hayron bo'lasiz-da. O'zi borib pol artadi-da. Yana bitta katalog bersang, yomon ko'zi bilan qaraydi. Bizni o'zbeklar, qirg'izlar shunaqa ko'chada go'rda yuramiz-da, o'zi baribir. O'zi har doim katalog tarqatayotganinglarda umuman uyatmaylar. Baribir borib qiladigan ishi bizdan obro'li ish qilmaydi. Boshida katalog tarqatib ishlab boshladim. Katalog tarqatib 1 yil ishladim shekilli. Allohga shukr, hozir 2,5 yil bo'ldi Oriflame'da ishlaganimga. Katalog tarqatishga umuman meni vaqtim yo'q. Уже rezultat ko'rsatgandan keyin komandaga odamlar o'zi kelishdi boshlaydi ekanda. Eng yaxshisi Oriflame'da pasport не имеет значения deyman har doim. Chunki biz yaxshi 100 minglik yo 60 minglik, 70 minglik oylikka kiramiz desak, qanaqa pasport deb so'raydi bizdan. To'g'rimi? O'zbekiston pasport, Qirg'iziston pasport desak, hech kim ishga olmaydi, faqat rossiyskiy pasport bilan. Rossiyskiy pasportim yo'q bo'lib turib, Rossiyada har 21 kunda 170 ming, 200 ming dohodga yetish hamma uchun emasda, faqat bu Oriflame'da ishlaganlarda возможностьda. Shuning uchun umuman xayolinglarga kelmasin, что men O'zbekiston pasport yo Qirg'iziston pasport menda bo'lmaydi degan narsa bo'lmasin. Men har doim qaytaraman, men ishlaganimda menga aytishgan, sen direktor bo'la olmaysan, o'zbekka emas bu yerda direktor bo'lish, to'lqa bu yerda ruskiylar direktor bo'lish kerak, qirg'izlar direktor bo'lish kerak. Meni xarakterim shunaqaki, menga qila olmaysan desa, shu narsani men qilishim kerak deyman-da, ko'rsatishim kerak, men isbot qilishim kerak, shuni og'zini yopishim kerak. Kimlardir mana hozir komandamizga novichoklar kelib, qila olmaysan desa, men qila olmayman ekan, menga qila olmaysan dedi, qila olmayman deydi-da. Shunaqa bo'lish kerak emas ekanda xarakterimiz. Qachon biz kompaniyada eng zo'ri ham samorazvitiya ketyapti-da. Hozir har kuni kitob o'qiymiz. Dunyo bilan teng ketamiz-da. Dunyoda nima yangi chiqsa,
qaysi texnika yangi chiqsa hamma yoqda o'rganamiz. Besplatniy putyovka olib keldik. O'tgan yili 1,5 yil ishlaganimdan keyin Oriflame'da sentyabrga 1-martda besplatniy putyovka olib dam olishga bordik. Laynerda Rimga, Gretsiyaga, Tursiyaga uyga kelib, bir sutka dam olib Bolgariyaga ketdik dam olishga xo'jayinim bilan. Sentyabrda mana o'sha 4 ta davlatga, bir yil Xorvatiyaga bordik. Mayda, hali 1 yil bo'lgan yo'q, 5-davlat. Xudo xohlasa iyunda sponsorimiz tarafidan besplatniy putyovka olganmiz, Tursiyaga boramiz. Keyin avgustda Madridga boramiz. Уже 1 yilda 8 ta davlatda besplatniy dam olyapmizda. Men faqat orzu qilardim. Bunaqa hayot haqida faqat orzu qilardim-da. Allohga beadad shukr, shunaqa hayotga yetishasizlar. Kelajakda sizlarda shunaqa hayot kutyapti-da, ishlasanglar. Bugun bilaman, kimdir 15% bo'lsa ham, 18% bo'lsa ham o'ylanib yuradi-da, men to'g'ri joydamanmi, ishlasam bo'ladimi, bo'lmaydimi degan xayol keladi. Shuning uchun harakat qilib ishlanglar. Bu yerda farqi yo'q. Moskvada har doim meni komandamdan ham chiqyapti, o'zbeklar juda ham ko'pda Moskvada o'zbeklar. Moskvada ham yo'qda, bitamta ko'rsatadigan mana o'zbekdan chiqdi-yu deydigan yo'qda. Shuning uchun sizlar harakat qilsanglar, birinchi o'zbeklardan bo'lasizlar, komandalarga hamma o'zi o'chirga turib keladigan bo'ladi. Ishlanglar bemalol. Sponsorlaringlar вообще dahshat. Rahmat.